The pie chart below compare percentages of users across different age groups on Twitter, Facebook and YouTube. Demak, pie chartlar taqqoslar ekan foizlarini foydalanuvchilarni 5 ta yosh guruhlari bo'ylab Twitter, Facebook va YouTube'larda. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Yosh guruhlari 10 to 17, 18 to 34, 35 to 49, 50 to 64, 65 plus. Bizdagi social medialar Facebook, YouTube, Twitter. Demak, birinchi o'rinda introduction. The report compares the percentage terms of three social media users. 3 ta ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Demak, bular bizda bo'lyapti Facebook, Twitter and YouTube. Across 5 age groups, 5 ta yosh guruhi bo'ylab. Demak, bu yosh 17, the youngest age group 18 to 34, young adults 35 to 49 va 50 to 64 and those over 65, 65 yoshdan baland bo'lganlar. Demak, solishtiradi percentage terms foizlarini 3 ta ijtimoiy tarmoq ishlatuvchilari. Demak, bular bizda Facebook, Twitter and YouTube across 5 age groups, 5 ta yosh guruhi bo'ladi. Shular va shular. Demak, yosh guruhini aytish uchun I'm using dash here. In general, umumiy holatda among the three platforms, 3 ta platforma bo'yicha. Demak, bunday qaraydigan bo'lsak, bizda 40%, demak, Twitter eng katta raqam ko'rsatyapti. Demak, umumiy solishtirganda eng katta bir xil yoshdagi foydalanuvchilar bizda faqat Twitterda bor ekan. Overviewga shuni yozib olishim mumkin. Agar planning qilib ko'rsatadigan bo'lsam, demak, Twitter bizda eng keng tarqalgani bo'lyapti. Kimlar bilan birga? Young adults. Grup 18-34 aytib olyapman. Young adults. Yosh adultlar o'rtasida. Xo'p, undan tashqarichi. Undan tashqari Facebook bilan Twitter asosan Facebook and YouTube asosan mashhur bo'lgan ekan. 30% bundan eng kattasi, bundan 29, mana shu ikkalasi 35 va 49 yoshlilar o'rtasida. Xo'p, undan tashqarichi. Undan tashqari aytishim mumkin. Deylik 35 va 49 yoshlilar, undan tashqari 50 va 64 yoshlilar o'rtasida har bitta berilgan platformani foizi deyarli o'xshash bo'lyapti. 19, 18, 20. Shuni ham aytib olishim mumkin overviewga. Demak, 18 va 35 va 35 bilan 50 bilan 64 da. Xo'p, adashmayapmanmi? 30, 29, 29. Bu 30, 35, 35 va 49 bo'lsa, bu nuqtaligimiz bizda 50 va 64 ga to'g'ri kelyapti. Demak, bularda foizlari o'xshash bo'lgan ekan, similar bo'lgan ekan qanaqadir darajada. Uchala social mediada ham. On 3 social mediada. Hop. 4, 10%, 8%. Demak, eng kam foydalanuvchilar bu yerda bu social medianing eng kam foydalanganlari 65 yoshlilar bo'lyapti.
va mana shu 65 yoshlilar orasida YouTube ko'proq mashhur bo'lgan ekan. Demak, shu ma'lumotlarni men overview'imga yozib olsam bo'ladi deb o'ylayman. In general, among the three platforms, Twitter was more prominent among young adults. Yosh kattalar o'rtasida. 1834. Demak, Twitter was more prominent. Prominent degan so'zimiz bizda prominent, famous, well known, very important, very well known, C1 darajada. Prominent among young adults, yosh adultlar o'rtasida. While shu paytda YouTube and Facebook va YouTube was primarily used by users, utilized by users aged 35 to 49. But American Z beryapti, utilized by users aged 35 and 49. 35 va 49. Primarily used, asosan ishlatilgan degani, asosan ishlatilgan. Demak, verb bo'lishi kerak edi. Verb primarily used by users aged 35 and 49. Shuncha yosh o'rtasida. Demak, somewhat similar on three social media. Age cohorts, yosh guruhlarini. Demak, age cohort bizda ham bitta yaxshi so'z. Yosh guruhi deyish uchun age cohorts, yosh guruhlarini foizlari 35, 49 and 50 to 64 were somewhat similar. Qanaqadir darajada o'xshash edi, somewhat similar across Facebook, were somewhat similar across Facebook and YouTube. Demak, mana shu ikkalasini o'rtasida deyarli o'xshash edi. Eng uzun across, uchala social media bo'yicha edi. Across, somewhat similar across all platforms, barcha platformalar bo'yicha. Hop, keyingisi hop. Demak, eng kichik raqamlar bizda 65 plusga to'g'ri kelyapti ekan, 8, 4, 10% hammasida. Shuni aytishim mumkin. It is also not worthy. It is also not worthy that insignificant share of the eldest, eng yoshi katta, the eldest age, the eldest demographic. Demak, demographic degan yosh guruhi. Eldest age demographic, fairly insignificant share of eldest age demographic use social media in general. Umumiy holatda ijtimoiy tarmoqdan foydalanadi. With YouTube being demak, bunda 4%, 8, YouTube'da eng ko'proq ekan.
with YouTube being with YouTube being um, relatively famous among them. Ular o'rtasida. It is also noteworthy that bu shuningdek aytgani arziydiki, insignificant. Insignificant degani judayam kam, ancha kam miqdori eng yoshi katta guruhni ijtimoiy tarmoqni ishlatarkan, umumiy holatda. Umumiy holatda degani bu hammasi bo'ylab eng kam holatida ishlatadi. With YouTube being relatively, YouTube taqqoslaganda ko'proq mashhur bo'lib, ular o'rtasida. With YouTube being relatively more famous among them. Ular o'rtasida. Somewhat similar. Somewhat bu yerda muhim rol o'ynayapti, sababi bir xil emas edi. Deyarli bir xil edi, agar eslasanglar. Deyarli bir xil edi. 29, 29, 30, 18, 19, 20. 1-2% endi deyarli bir xil. Hop, 65 plus all social media. All social media. Keyin e'tiborga oladigan narsamiz yil berilmagan, shuning uchun bu yerda asosan hozirgi zamonda yozishim kerak edi. Present simple. Twitter is, Facebook and YouTube are, each cohorts were, are, yes, again are. Hop, keyingisi meme body 1. Menimcha har bir nima qilamiz? Solishtiraman. Demak, har birini alohida yozib chiqaman. Misol uchun, birinchi o'rinda Twitter, undan keyin main body 2 ga yozaman YouTube, for example, YouTube, yes, YouTube va main body 3 ga yozaman Twitter, YouTube, Facebook. Birinchi o'rinda Twitter. Demak, Twitter foizlari eng katta foizi 40% edi. Demak, four in 10 users of Twitter are is the age of between 18 and 34. Making this cohort with ranking first across all cohorts with 35 and 49 distant second. 29% of the total. Hop, the share of people aged 50 and 64, people aged 50 and 64 followers in second accounting for 18%. This is downward by
age group of the youngest age group makes up half of this, and the eldest the eldest one lives at a mere 4%. Demek 4 in 10 users 10 ta foydalanuvchilardan to'rttasi, bu 40% degani. Of Twitter are is the age of between 14 is the age of between 18 and 35. Ranking first across all age cohorts. Hamma yosh guruhi bo'yicha birinchilikni egalladi. This bilan 35 and 49 distant second. U uzoq ikkinchi bo'lib 29% da umumiy holatda. The share of people, foiz odamlarda aged 45, 50 and 64 follows in second, ikkinchida keladi. Accounting for 18%, 18% tegishli bo'ladi. The youngest age group makes up half of this. Buni yarmini tashkil qiladi. Whilst xuddi shu paytda the eldest one, eng yosh katta guruhimiz, closes the list. Listni yopadi. Ya'ni oxirgi bo'ladi. At a mere juda kam 4% da. Demak, eng yosh guruhda aytishda o'rniga the youngest age group deyapman. Bu taxminan 10-17 to'g'ri kelyapti va the eldest one, eng kattasi deyapman. Bu bizda to'g'ri kelyapti. O'sha eng katta yosh berilgan guruhga. Endi keyingi focusing on the results of YouTube'da natijalarga fokus qiladigan bo'lsak, it is mostly used by those aged 35 and 49. Constitute 29% of the total. Umumiydan 29% tashkil qiladi. Of the total users. Umumiy foydalanuvchilarda. The figure 4 natijasi, the figure 4 nechinchi? The figure 4 young adults, yosh adultlarda comes in a close second, yaqin ikkinchida keladi. At nechi foizi? 26%. 26%. Hop, 50 va 64 YouTube'da 20% to'g'ri kelyapti ekan. Where qayerdaki? The share of foizi 50 and 64 age cohort follows with a margin of 6 percentage terms. The remaining 25%, the remaining 25% is even among age groups of 10 to 17. They make up and 18 to 34. 15% versus 10%. Focusing on the results of YouTube'da natijasiga e'tibor beradigan bo'lsak, it is mostly used by those aged 35 and 49. 35 va 49 yoshlilar tomonidan ko'proq. Constituting tashkil etib 29%ni umumiy foydalanuvchilarda.
The figure for young adults, young adultlarda natijasi comes in a close second, yaqin ikkinchida keladi, 26%da. Where qayerdaki the share of 50 and 60 for each cohort shu guruhni foizi follows with a margin of 6 percentage terms. Follows with a margin of 6 percentage terms. Demek 6% farq bilan ergashadi. Bu degani 26 bo'lsa 20% degani. The remaining qolgan 25% is split even 10 holatda bo'lingan among age groups 10, 17 and 18-34. Shu yosh guruhlar o'rtasida teng bo'lingan 15 versus 10%. 15% 10%ga qarshi. Xo'p, endi oxirgisi bizda qaysi qolyapti? Facebook. Likewise, xuddi shunday holatda, the majority of users are the age groups of 35-49, 18-34, 35-49 and 18-34. Bularda foizi with farq qilib differentiating shunaqa yozaman, differentiating farq qilib by only 1 percentage turi. Faqatgina 1% bilan farq qilib 30% versus 29%. Demak, Facebookga qarasa eng katta yosh guruhlar 30% va 29% ekan, deyarli bir xil. Asosiy Facebookni foydalanuvchilar shular ekan. Demak, the majority of users likewise degan sababi YouTube'da ham eng asosiy foydalanuvchilar bular asosan 35 bilan young adults edi, ya'ni 18-34 edi. Shu yerga yozib qo'yay. 18-34. 18-34. 18-34. Xo'p, bir xil edi, shuning uchun aytyapman. Mana shu guruhlar o'rtasida asosiy foydalanuvchilar edi deyapman. Majority asosiylar shular edi. Differentiating farq qilib by only 1 percentage term, 1% ga farq qilib, shuncha. Endi keyingisi in third place, uchinchi holatda comes the demographic of 50 to 64. 50 to 64 at necha foizga keladi? With bu yerda with 19%. 19%da. 19%da. However, ammo biroq 5 percentage terms lower is the age group of who? The youngest age group at 5% kam bo'lsa 15%. Qani 5% midi? 14. 19dan 5, 14%. 15%. Demak, oxirgi 8% bizning yosh guruh ekan. Is the end of the spectrum is the eldest age group marking
8% of the total share. Umumiy foizda. Demek, likewise, xuddi shunga o'xshab, the majority of users, demek, differentiating by 1% to'g'ri. In third place, uchinchi holatda comes keladi demographic of 50-64, shu yosh guruhi 19% bilan, ammo biroq 5% kamroq ekan the youngest age group, eng yosh guruh. Demak, 5% kamroq deyapti. The youngest age group, eng yosh guruh. Eng yosh guruh. 14%. As the end of the spectrum is, demak, oxirida the eldest age group, eng yoshi katta guruh, marking 8% of the total share. Ko'rsatib, demak, verpayinchi clause beryapman, marking. Demak, umumiy nechta so'z bo'lyapti? 28 introduction, 64, 28 plus 64 plus 3 ta badiyimiz bizda jami nechta so'z? 184 ta. Demak, bu taxminan nechta bo'ladi? Where is my calculator? I'm not really good at math. 28 plus 64 plus 184. 276 ta umumiy so'zimiz bor ekan. 276 ta so'z. Va menimcha hamma tushundi, yaxshi so'zlar ishlatdim. Demak, rahmat.